7 yillik turmush o'rtog'imni o'z singlim bilan yotoqxonamizda ushlab oldim deb bir obunachi SMS yozib qoldilar. Bu narsadan o'zim shokka tushib qoldim. Singlim turmushga chiqmasdan homilador bo'lib qolgandi. Uni nomini oqlab berish uchun o'zim yollanma kuyov topib, uydan to'y qilib chiqarib yuborgandim. 1 yilga qolmay qornidagi bolasi bilan ajrashib kelgandi. Soxta kuyovdan ajrashgandan keyin singlim ota uyiga sig'madi va o'z uyimda men bilan birga turishni boshladi. Xo'jayinimni juda ham yaxshi topardilar. Singlim juda ham chiroyli, o'ziga qarab yuradi. Bolalarni uxlatib, doim charchab qolganimdan ular foydalanib birga bo'lib olisharkan. 1 yil davomida shu narsani bilmadim. Bir kun bir qo'ng'iroq orqali bu narsani bilib qoldim. Ayol telefon qilib, "Singling meni erim bilan yuradi, ehtiyot bo'l, seni ham ering bilan yuradi" deganlarida men ishonmadim va singlimni yonini oldim. Yangi uy olganimizda men tozalashga bormoqchi bo'lganimda erim telefon qilib, "Singling tozalab ketdi" dedilar. Men juda ham jahlim chiqdi. O'rtoqlarim ham bor, "Ko'nglingni xotirjam qil" deganlari uchun g'ashligim tarqadi, lekin bir kun ichib kelganlarida o'zlari hamma haqiqatni aytib qo'ydilar. Menga singling yoqadi, u bilan birga yashamoqchiman dedilar. Ichimdan zir titrab ketdi. Shunga ham e'tibor bermadim. Bir kun kechqurun ikkalasini o'zim guvohligimda ushlab oldim va "Nimaga endi meni singlim, nimaga jigarim bilan xiyonat qildingiz? Juda ham yaxshi pul topasiz, boshqa ayol qurib qolganmi?" deganim. "Kel, hammamiz birga yashaylik, uni kundosh qilib olib kelaman" dedilar. Men bu narsaga hech qanaqasiga ko'na olmasdim. Axir u jigarim. Ikkalasidan ham juda ham nafratlanib ketdim. Ikkalasi ham meni yaqin insonim. Endi esa erim kechirim so'rab yuribdilar. Nima qilsam bo'ladi deb mendan maslahat so'rab qoldilar.